Hozir xavotirli statistika aytaman. Farzandsizlik yosharib bormoqda. Oldinlari 35-45 yosh oralig'ida erkaklarda bo'lsa, hozirda 25-35 yosh oralig'ida. Aynan shu andrologiya sohasida ishlayotganligim uchun ushbu ma'lumotlarni to'plab boraman va sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Oldinlari 35-45 yosh erkaklarda jinsiy zaiflik, farzandsizlik muammolari ko'paygan bo'lsa, hozir yoshlarda. Bunga nima sabab bo'lyapti degan savollar juda ham keng ko'lamda keladi. Hozirgi paytda qabulimga 25 yosh, 35 yosh oralig'idagi erkaklar kelganda, sperma topshirganda bu yerda urug'lar nol chiqib qolayotgan faktlar kelmoqda. Bu yerda nima sabab? Nima uchun bu holat bo'lyapti degan savollar tug'iladi o'z-o'zidan. Bunga sabab bo'layotgan omillar juda ham ko'p. Fan tomonidan va tashqi stressli omillar tomonidan. Ya'ni tashqi omillar. Kasallikni yosharib borishiga eng birinchi sabab bu kriptarxizm. Ya'ni moyaklarning o'z yolg'on xaltasida bo'lmasligi. Ota-ona bunga e'tibor bermasligi natijasida moyaklar rivojlanishdan ortda qoladi va u voyaga yetganda o'rtoqlari bilan solishtiradi. Ba'zi holatda endi chunki u yosh bolalar ham maktabda ba'zida o'zimiz bilamiz sport forma almashtirish mumkin bo'ladi yoki har xil holatda ko'zi tushadi yoki jiyaniga tushadi. Shu holatda meni moyaklarim tepada-yu, menda yo'q bu narsa deb qolganda sizda kech bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu 5-6 yoshda yoki 10 yoshda siz tushishingiz natijasida, moyakni tushirtirishingiz natijasida spermatogenezga ta'sir qilib bo'lgan bo'ladi va gormonal muvozanatini buzgan holati bo'lishi natijasida bu yerda spermatozoidlar ishlab chiqarishi buziladi va u bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi navbatda harakatsiz hayot tarzi yoki noto'g'ri turmush tarzi. Oldin odamlar harakatda bo'lgan, mehnat qilishgan, yer chopgan yoki boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Lekin hozirgi biz yoshlar orasida eng keng tarqalayotgan narsa harakatsiz hayot tarzi. Bu nima? Siz bir joyda tinmay o'tirib kompyuterda ishlaysiz, lekin sizda harakat yo'q. Va ushbu holatda sizda kaloriyalarni yaqmaysiz. Ya'ni fast foodlar yoki boshqa iste'mol qiluvchi taomlaringizni ham hattoki ko'chada emas, oldingizdaysiz. Ya'ni harakat umuman yo'q, cheklangan. Biz oldinlari ota-bobolarimizga qaraganimizda u oddiy ketmon chopganda ham shu ovqat olib kelib beruvchi farzandi ushbu kilometrlarni bosib kelgan. Bizda esa hozir nima? Dastavka bitta telefon qilamiz, eshigimiz tagiga chiqadi va shuni olib yeymiz, iste'mol qilamiz. Oddiy shu misol. Siz qachonki harakat qilasiz, qachonki sport bilan shug'ullanasiz va sizdagi bu hayot tarzini to'g'rilaysiz, bu yerda sizda jinsiy zaiflik va farzandsizlikdan aziyat chekilish bo'lmaydi. Kun bo'yi harakatda bo'lsangiz, moyakda qonlanish yaxshi bo'ladi. Qonlanish yaxshilanishi natijasida sizda testosteron ko'tariladi va spermatozoidlar harakatchanligi yuqori bo'ladi. Keyingi sabab stress va uyqusizlik. Hozirgi ko'plab misol keltirishim mumkin bo'lgan logistiklar. Ya'ni tunda ishlovchi insonlar, faqat logistika emas, ya'ni tunda ishlovchi insonlarni ham kirgizsak bo'ladi. Bu yerda uyquni normada qilmasligingiz natijasida sizda bo'ladigan faktorlar bor. Bu yerda testosteron gormoni tunda ishlab chiqariladigan vaqtda siz ishlayotgan bo'lasiz. Bu yerda siz uyquni vaqtida qilmasligingiz oqibatida gormonal muvozanat buzilsa, sizdagi gormonal muvozanat buzilish natijasida ayollik gormonlari ortib ketishi. Ortib ketish natijasida nima bo'ladi? Ginekomastия va ortiqcha badanda yog' to'plash holatlari kelib chiqadi. Stress omillari. Stress omillari kunduz yoki kechasiga farqi yo'q, lekin stresslar hozirgi kunda juda ham keng. Ko'chada yursak, oddiy mashinani e'tibor qilaylik, signal chalsak, bu yerda signal chalish oqibatida biz darrov janjallashish natijasiga boramiz. Bu yerda hammamiz hozirgi kunda stressda yuryapmiz. Siz o'zingizni stressda yurmasligingiz uchun o'zingiz hayot tarziga yo'l qo'yishingiz kerak bo'ladi. Stressdan doim saqlanishingiz uchun sizga to'g'ri yo'nalish beraman. Bu yerda siz olayotgan o'zingizning ehtiyojlaringizga, ishlatayotgan narsalaringizni kreditga olmasangiz yoki uylaringiz yo boshqalarni shu kreditga olish oqibatida sizda stress yana ham yuqorilab ketadi. Stress bo'lgan odamda jinsiy zaiflik, farzandsizlik yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Doim ta'kidlab o'taman, kasalliklarga doim e'tibor bermaslik bu sizni kutayotgan jinsiy zaiflik va farzandsizlik bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda vaqtida shu moyaklarni tushirmasangiz, vaqtida stressdan qutulmasangiz, vaqtida uxlamasangiz, vaqtida o'zingiz harakatga uyg'otmasangiz, bu yerda sizda jinsiy zaiflik va farzandsizlik kutayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik
yoki jinsiy holat turmayaptimi, yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi, spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlari 0 ko'rsatyaptimi, farzandingizni muayiklari o'z yorug'i xaltasida emasmi, unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. Mana shu yilda men bitta narsaga xursand bo'ldim. Nimaga? Hozir yoshlar uylanishdan oldin ota-onasiga aytmasdan turib, shu urolog, androloglar, to'r mutaxassislar topib tekshiruvdan o'tyapti. Bu yerda menda shu farzandsizlikdan aziyat chekamanmi yoki yo'qmi? Menda o'zim jismonan baquvvatmanmi, ya'ni jinsiy tomondan baquvvatmanmi degan savollarga javob olib ketyapti. Shu holatda 100 ta bemorning ichida bittasida, ya'ni spermatozoidlar miqdori oz bo'lishi, 100 ta bemorning bittasida azospermiya holati aniqlanyapti va ular oilasini chaqirtirib tushuncha berilyapti. Ya'ni ushbu oilada seni ertaga farzanding eko bilan farzandli bo'lishi mumkin. Bunga sabab sen yoshlikda olgan travmasini inobatga olmaganing yoki hayot tarzida orttirilgan travmalar bo'lgan bo'lsa, bu yerda yana azospermiya holatiga kelgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi bu yerda genetik omillar bor bemorlar keladi, biz uni tashqi ko'rinishdan bittada baholaymiz. Va genetik tekshiruvlarga o'tganimizda bu yerda Klinefelter sindromi yoki Kalman sindromi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bu sindromlarni yoritib beraman keyinchalik. Bu nima degani? Siz bolangiz, ya'ni farzandingizda voyaga yetyapti, tuklanishlar yo'q, moyaklar kichkina bo'lib qolgan va genetik faktorlar bor. Bunda aniq bepushtlik kutayotgan bo'ladi. Buni yechimlari faqatgina shu operativ amaliyotlar orqali bo'lishi mumkin. Bunda eko bilan farzandli bo'la oladi. Yana bitta sabab, eng aktual bo'lgan sabablardan biri noto'g'ri sport bilan shug'ullanish. Bu nima? Sport bilan shug'ullanasiz, bu noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin siz olayotgan tashqi tomondagi gormonlar, inyeksiyalar oqibatida sizda urug'lar nolga tushib qolishi mumkin. Bunda palapartish inyeksiya olmasligingiz va to'g'ri mutaxassis, to'g'ri endokrinolog nazoratida ushbu dori vositalarini iste'mol qilishingiz, keyin siz ertaga jinsiy zaiflikka tushmasligingiz yoki farzandsizlikdan qiynalmasligingiz mumkin bo'ladi. Yana aktual bo'lgan faktorlardan nimaga yosharyapti bu farzandsizlik degan savolga, hozirgi kunda yoshlar 15 yoshda ham shu fohishalarga borib qo'yapti. Buni nimaga azabda aytyapman? Bu yerdagi shu mobil qurilma hayot tarzini o'zgarishi natijasida yoshlar erta kundan VICH, sifilis yoki boshqa kasalliklar yuqtirib olish oqibatida farzandsizlikdan aziyat chekyapti. Ya'ni urug'lar nolga tushyapti. Gonoreya, xlamidiya va trixomonada boshqa kasalliklar ham shu kabilar ichiga kiradi. Shuning uchun siz fohishaga borishdan tiyiling. Shuning uchun siz tashqi tomondan inyeksiya olayotgan bo'lsangiz, o'zingizni doktor nazoratida olishingizni ta'minlang. Stresslardan qutuling va farzandingizni, o'g'il farzandingizni yoshligida e'tibor berib katta qiling va 1 yilda 1 marta bolalar urug'iga olib borib turing. Yuqorida aytib o'tgan holatlarimni siz o'zingizda ko'rgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringizda ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu videoda ulashib qo'ying. U uchun albatta manfaatli bo'ladi. Hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Agarda savollar bo'lsa, quyidagi nomerlar orqali murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'ying.